Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bir necha dodajonlar va onajonlarning iltimoslariga ko'ra, qizim faqat ro'zadagina odamlarning tomog'i bormi, boshqa paytda-chi degan gaplar menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Sizlar uchun qilib beraman dedim. Xudo xolasa harakat qilaman dedim. Azizlar, shu asallarni sizlar uchun 16-16,5 kilogramm chiqadigan asallarimiz hammasini sinasini $100 dan qilib beramiz. Xudo xolasa. Xullas azizlar, qaysi birini ko'rsanglar ham hammasida qaymoqlari bilan как положено o'sha pasikamizdan qanaqa cherelak qo'yib kelganmiz, xuddi shuni holatda. Asal sostavi juda magniyga boy bo'lgani sababli yurak, qon tomir, asab kasalliklariga ham yaxshi bo'lish bilan bir qatorda diqqat qilamiz. Har bir asal yegan paytingizda qabziyat kuzatiladi. Именно bu asalada qabziyat umuman kuzatilmaydi. Oshqozon va o't pufagingiz alohida rahmat aytadi sizlarga. Azizlar, har doim yaxshilikda ko'rishguncha.